2 daqiqa gapirish siri Speaking Part 2 da. Shaxsan o'zim IELTS Speakingdan 2 marta 8,5 olganman va ikkala imtihonimda ham 1,5 daqiqalarda hikoyam tugagani esimda. Lekin men gapirishni to'xtatmaganman. Chunki examiner sizga yaxshi ball qo'yish uchun Part 2 da u to'xtatguncha gapirishingiz kerak. Va aynan mana shu paytda menga Future Idea Generator yordamga kelgan. Misol uchun sizda describe a person that you respect mavzusi tushdi. Siz 1,5 daqiqa davomida u insonni miridan sirgacha tasvirladingiz va endi nima deyishni bilmayapsiz. Mana shu paytda kelajakdagi rejalaringiz haqida gapiring. Ya'ni nima sovg'a bermoqchisiz masalan shu insonga kelajakda? Balkim uni qanaqadir hislatini olmoqchidirsiz yoki mana misol uchun men kelajakda o'z farzandlarimga mana shu insonni mana bu hislatini singdirishga harakat qilaman deb aytsangiz bo'ladi. Ya'ni kelajakda umuman hech qanaqa chegara yo'q, siz o'zidan to'qib tashlarsangiz bo'ladi. Describe a place that you go to relax mi? Aytsangiz bo'ladi. Men shu joyga hali girlfriendimni ham olib borishni reja qilyapman. Va hokazo deb. Xullas, future is limitless. Definitely use it. Shuningdek, IELTS dan eng zo'r kontent ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va mana shu aktualinda men YouTube'da 100 ming, 200 ming prosmotr bo'lgan videolarimga havola qoldirganman. Speakingni maza qilib o'rganasiz, albatta ko'rib chiqing. See you.